ma'lumotimiz faqat tutorlar, ya'ni repetitorlar uchun, o'qituvchilar uchun. Agar repetitor o'qituvchi bo'lsangiz, oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Okay, bu manimcha siz yaxshi biladigan platforma shomamatov.uz platformasi. Bu yerda yangi sahifa qo'shdik, ya'ni ustoz portali sahifasini qo'shdik. Shu haqida gapirib bermoqchiman. Demak, ustoz portaliga kirganingizda shomamatov.uz orqali kirasiz bu yerga. Ustoz portaliga kirganingizda sizlar uchun, ya'ni aynan ustozlar uchun ajoyib bir yangilik yaratib qo'yibmiz. Har qanday repetitorlar eng katta muammosi shu davomat olish yoki to'lovlar va hokazolar bilan muammolari bo'ladi. Demak, ushbu portalimiz sizga yaqindan yordam beradi, ko'mak beradi. Ushbu muammolaringizni hal qilishingiz uchun. Xo'p, umumiy ko'rinishiga qaraydigan bo'lsak, sizga hozir man o'zimni ismim, familiyam bilan kirganligim uchun bu yerda masalan Shomatov deb yozib qo'yibdi. Lekin siz uchun alohida o'zingiz uchun custom made deydi ingliz tilida. Keyin yana bitta narsa, bu faqat ingliz tili o'qituvchilari uchun emas, barcha o'qituvchilar uchun. Ya'ni fizika, matematika, geografiya, qanaqa fan o'qitayotgan bo'lsangiz, repetitorlik qilayotgan bo'lsangiz, hammangizga to'g'ri kelaveradi. Demak, bosh sahifada siz ikkita tugmani ko'rasiz. Ya'ni ma'lumotlarni saqlab qo'yish, alohida saqlab qo'yish va ma'lumotlarni boshqa yerdan yuklash. Ya'ni siz saqlab qo'yish orqali mana bu yoqdagi hamma ma'lumot o'quvchilaringiz, ularni kelib ketishi, nimasi, dars qilishlari hammasi haqidagi ma'lumotlarni bu yoqqa saqlab, kimgadir yuborishingiz mumkin. Shunaqa imkoniyatimiz bor bu yerda. Guruhlarim qismiga qaraydigan bo'lsak, demak, bu yerda anavi uchun sample namuna uchun fizika 1 yangi guruh qo'shganman. Yana bitta guruh qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Demak, guruh nomi masalan biologlarda biologiya guruhi va darajasi yuqori yoki qanaqadir o'zingizga mos keladigan darajani qo'yishingiz mumkin. Ajratib olishingiz uchun o'zingizga guruhingiz va ular darajasini yaxshi bilasiz. Shuning uchun qo'shib qo'yamiz. Demak, biologiya guruhi paydo bo'ldi. Yuqori guruh deb aytdik. Hali o'quvchi qo'shmaganmiz. Demak, o'quvchi qo'shish haqida ma'lumot beraman. Demak, o'quvchilarim degan qismga kirasiz. Hozircha bir kishi Samadov Faruq degan o'quvchini qo'shib qo'yganman fizika guruhiga. Demak, yana o'quvchi qo'shamiz bu yerga. Ism sharifi demak Kamilova Sevara deylik-da. Telefon raqam qo'yamiz 99lik 432 56 56 nimadir. Endi o'zimcha yozyapman. Bu qanaqadir to'g'ri nomer emas. Demak, guruhni tanlang deganda, demak, pastga sizga fizika 1 yoki biologiya. Demak, men Komilovani biologiya guruhiga qo'shib qo'ymoqchiman. Qo'shish. Demak, ko'rib turibsiz, Komilova Sevara biologiya guruhiga qo'shildi. Demak, qo'shganingizdan o'sha to'lovi haqida ma'lumot chiqadi. Buni o'zgartirishni keyinroq ko'rsataman. Ungacha hozir guruhlar bilan ishlashni davom ettiramiz. Demak, biologiya guruhida bitta o'quvchi paydo bo'ldi. Bosh sahifaga o'tsangiz, o'sha o'quvchilaringiz soni, guruhlaringiz soni hammasi ko'rinadi. Guruhlarga qaytamiz. Demak, biologiya fani ustiga bosamiz va shu yerda darslaringiz haqidagi ma'lumotlar kelib chiqadi. Demak, biologiya daraja yuqori darajadagi kundalik dars yozuvi, o'quvchilar ro'yxati, masalan, o'tilgan darslar sahifalari bor. Hali darslar boshlanmaganligi uchun bu yerda hech narsa ko'rinmayapti, lekin darslarni belgilaganingizdan keyin bu yoqda ko'rinadigan bo'ladi. Xo'p, dars sanasi bugungi sana, mavzu kiritamiz. Deylik, qurbaqa anatomiyasi. Prosta yozib qo'ydim, endi noto'g'ri tushunmang. Darsga qo'shimcha tavsifa berishingiz mumkin. Dars ma'lumotlarini saqlaymiz. Demak, yangi dars ochildi уже. Tayyor. Endi o'tilgan darslar sahifasiga qarasangiz ham ko'rinadi. Barcha oylar sentyabr oyi uchun. Mana qurbaqa anatomiyasi darsi ko'rinyapti, ko'ryapsiz. Demak, o'quvchilar ro'yxatida faqat hozircha Komilova bor, lekin boshqa o'quvchilarni ham ko'rasiz. Ularning telefon raqamlari va hokazolar ko'rinadi. Demak, Kamila Sevara darsga qatnashganmi? Qatnashmagan bo'lsa, sabablimi, sababsizmi? Keldi, demak, qatnashdi darsga. Necha ball oldi? Demak, 5, a'lo. Faolligiga izoh berasiz, nimadirlar qo'shib qo'yishingiz mumkin. Masalan, bugun juda yaxshi
qatnashdi deb yozamiz. Uyga vazifa bajarilganmi? Ha, bajarilgan va qo'shamiz uyga vazifa izohi. Hamma testlarni bajarib kelibdi deb yozamiz. Endi xohlagan narsangizni yozishingiz mumkin. Endi ustoz uchun bu demak o'quvchisi haqida qanaqadir qaydnomalar uchun kerak. Demak ma'lumotlarni saqladim aynan o'sha dars uchun. Bu narsa juda ham kerak bizga, chunki o'quvchilarim sahifasiga o'tganimda hozir mana shu ma'lumotlarni ko'rasiz. Xo'sh, keyingi darslar uchun ham qo'shimcha nima qilsangiz bo'ladi? Masalan, 1-oktyabr uchun, 1-oktyabrda endi dars bo'lmaydi, uzr, o'qituvchilar kuni. Deylik 2-oktyabr uchun yangi mavzu qo'shishingiz mumkin. Nima? Deylik, fizika darsi tortish kuchi. Endi bizga hozir adashmasam o'zi biologiya darsi ekan. Yo'q, fizika darsiga o'tmaymiz, biologiyaga qo'shib qo'yamiz. Demak, biologiyada qanaqa darslar bo'lishi mumkin? Qon aylanishi masalan. Qon aylanishi. Dars ma'lumotlarini saqlab qo'ydim ikkinchisi uchun. O'sha kuni sizga o'sha ma'lumotlar paydo bo'ladi. Kamil va Sevarani o'sha kuni kelgan-kelmaganligini keyinroq saqlanib qilib qo'ysangiz bo'ladi. Demak, o'quvchilarim qismiga qaraymiz. Kamil va Sevara profilga kiramiz uni. Kamil va Sevara demak 2025-yil 29-sentyabr kuni kelgan. Bu haqda gap ketadi, davomat qismi bu. Faolligi qanday? Demak, 5 olgan ekan, juda yaxshi qatnashibdi ekan. Demak, hozir bu yerda faqat bir kun ko'rsatyapti, lekin o'sha kundalik yozib borganingiz sari o'sha nima edi u Sevara haqidagi ma'lumotlar sizda to'liq ko'rinadi. Uy vazifasi bajarilganligi haqida ma'lumotlarni alohida ko'rsangiz bo'ladi. Endi to'lovlarga o'tamiz. Eng qizig'i shu sizlar uchun. Demak, barcha oylar to'lovi bu yerda pastda ko'rinadi. Hozircha sentyabr oyini ko'ramiz. Sentyabr oyi uchun demak, oy sentyabr 2025-yil holati to'langan. Agar to'langan bo'lsa, demak to'langan turadi. Demak, qo'shimcha yana ma'lumot berishingiz mumkin. Masalan, 300 ming yarmi to'landi. Yana 300 ming qoldi. Bu degani to'langan hisoblanmaydi. Kechikkan yoki to'lanmagan deb qo'yasiz. Farqi yo'q, qanday qo'ysangiz ham. Demak, kechikkan deb qo'yamiz. 300 ming to'lagan, yarmi to'lamagan turibdi. Endi prosta yana qo'shimcha nimadir yozish kerak-ku. Masalan, to'langani yo'q, qancha to'laganini yozib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, 600 ming to'lab qo'yibdi. Saqlab qo'yamiz. To'lov ma'lumotlari haqida. Demak, pastda chiqdi mana. To'lov ma'lumotlari sentyabr oyida kechikkan, lekin 600 ming to'lagan ekan. Kechikkan degan qism keyinchalik o'zgartirasiz. To'langandan keyin to'langan deb qo'yasiz. Yana yangilaymiz va boyagi kechikkan degan ma'lumotimiz endi to'langan degan ma'lumotga o'zgaradi. Izoh bermadik. Xo'sh, demak, o'quvchilaringizni to'lovlari haqidagi ma'lumotlarni nafaqat bu yerda boya ko'rsatganimdek, o'quvchilarim degan sahifani o'zida to'liqligicha ko'rinadi. Masalan, Kamil va Sevara to'langan turibdi, lekin Samada Farruh hali to'lamagan ekan. Shunga qarab administratoringiz yoki o'zingiz Samada Farruhdan kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Demak, nechta o'quvchingiz bo'lsa, barchasi shu yerda ko'rinadi. Va uni avtomatik tarzda hisoblab sizga jami o'quvchilaringiz soni va guruhlaringiz soni, xohlasanglar ular haqida o'sha yana qo'shimcha ma'lumotlar qo'shishingiz mumkin. Bo'ldi shu. Agarda guruhlaringizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, mana fizika bir guruhingiz demak endi yangi guruh emas, endi anchadan keyin demak o'rtacha guruhga o'zgargan bo'lsa, tahrirlash tugmasini bosib turib, darajasini 6 oylik deb masalan 6 oylik guruh deb yozishingiz mumkin-da, to'g'rilab yangilab borsangiz bo'ladi. O'quvchilaringizni ham ba'zan shunaqa holat bo'ladi. Ketib qolgan yoki boshqa holat bo'ladigan bo'lsa, o'chiramiz yoki profilni o'sha yangilash imkoniyatingiz ham bor. Qaniydi? Faolliklari o'chib ketishi mumkin ekan, ehtiyot bo'lasizlar. Demak, o'chirish tugmasi bor ekan faqat bu yerda. Samada Farruh demak ketgan bo'lsa o'chirasiz, bo'lmasa turaveradi. Muammo bo'ladigan bo'lsa o'sha o'chirib yana qaytib yozsangiz bo'lar ekan. Demak, shu sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan portalim shu edi. Menimcha sizlarga juda ham katta foyda beradi deb o'ylayman. Hammalaringizga rahmat. Eng muhimi
Bu portalimiz mutlaqo bepul. Sizdan hech kim hech qanaqa pul talab qilmaydi. Rahmat kattakon.